Salading Bekzod onasini chet elga sotib yuborib, adasini bo'lsa qamoqqa tiqtirib yuborgan ekan. Nima? Ha, Bekzodni o'zi aytdi menga. Xafa bo'lmagin-u Firdavs. Bekzod seni orqangdan ish qilib yurganini ham, senga tish qayrab yurganini ham borib adangga aytdim. Dadamga aytding? Boshqa o'lim qolmadi. Senga to'g'ri gap bilan tushuntirdimmi, tushunmading? Bekzod o'zi qani? Bilmayman, yurgandir qayerdadir, ivirs. Agar dadamga aytgan bo'lsang, unaqada tezroq yur ketdik, yur. Zaifar boran shu begin orqasidan. Bola, sen katta bo'lib menga qarshi chiqishingni bilganimda ota-onangga qo'shib seni ham gumdon qilardim. O'ldir bilani. Dada! Bu nima qilganingiz? Qo'lini yech. Dada, Bekzodning ota-onasini hayotini barbod qilganingiz yetar. Bekzodni tinch qo'ying. Dadam uchun sendan uzr so'rayman.